Manaki bugun sochni bir o'zgartirar ekanmiz dedik. Ha, Dilmurod, har safargidek bir yoshartirib o'zgartirib qo'y. Bo'ldi, qarang. 2 safar siz aytganingizni qilib yoshartirdik, uydagilar ham ko'rishdi, muxlislar ham ko'rishdi. Bu safar endi yoshartirmaymiz, lekin katta o'zgarish qilib beraman. Har safar yoqadigan qilib qo'ygansa, yangicha o'zgarishga ham tayyorman. Bo'ldi. Dilmurod, nima qilsan, kal qolsanmi? Aka, menga ishonmaysizmi? Ishonaman, bu yangicha imijini tushunmadim men. Siz xotirjam bo'ling. O'shani so'radim, o'zgarishga tayyormisiz dedim. Tayyorman. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. Qalay bo'ldi aka? Qalay bo'lardi? 15 ta ekan kalbimman. Ammo soqolim rosa yoqdi. Yoqdimi o'zingizga soqol? Soqol yoqdi-yu, sochim ko'p olinib ketmaganmi? Ya bu imijchi davomi bor-da, aka. Men sizga o'sha davomini endi hozir mana hamma bitta kiyinsiz, do'ppini kiygansiz. Dilmurod, mendan hoji aka yasasanmi? Ya, men emas, farzandlaringiz umraga yo'llanma olishgan. Sizga mana shuni sizga tantanaviy topshiraman. Alloh muborak qilsin.